Voy, buni eshitding. Yo, hammaga salom bolalar. Sizlar Glitchus kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda Testy Planet Forever. Lekin o'yinni boshiga Testy Planet nima deb yozilgandi? 4. Xo'p, bugun xuddi shu o'yinni o'ynab ko'rishga harakat qilamiz. O'yin horror emas, bilmadim o'yin nimaga asoslangan, lekin ko'rinishi mana hozir biz o'yinni nimasida turibmiz, g'alati tuyulyapti. Xo'p, tepada, chap taraf tepada turgan 8 oyga qarasanglar, LGBTli. Ha, shu yerda ham LGBT. Men eng qoralaydigan narsam LGBT. Xullas, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun sayyoramiz haqida nima ko'rsatar ekan bu o'yin? What the nima bu? Uy, shuncha ko'p bular, ey. Xo'p. Filzi bu yerda deb aytayotgan u odam uncha uzoq bo'lmagan. Bu mushuk tini nima bilmayman. Men uni oldim. Xullas mushuk. Xo'p. Mayli, bizga o'ynashni o'rgatma. Stop, mushuk namcha kichkina bu. Oy. Qo'ng'izlardan ham kichkina bola. Men bo'lsa tezroq yugurar ekan. Santimetr. Katta kalamushlar ham yurtda oldimizda. Ay, nima yeyolmaydi bu ya? Mana nonchi, yemas ekan. Ha, yeb qo'ydi hozir. Qo'ng'izlarni yemasam kerak, bulardan katta-ku. To'g'rimi? Uy. Yo'q, kichkina ekan mana bunisi. Yo'q, hali ham katta. Korotchi, men bu yerda narsani yeb bo'lgandan keyin qo'ng'izlarga sekin-sekin уже hujumga o'taman. Nima deb yozib qo'yibdi? Voy, pi deb yozilgan. Ya'ni insonni aytmay qo'ya qolay. Tez katta bo'lyapmiz qo'ng'iz yeb. Ikkitasi bittadagi-ku. Уже nimalar ko'rinmay qoldi. Aytgandek videoga like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Xo'p. Ovqat ber. Buni yolmas ekanman katta. Qachon yonaman? Hali ham katta-ku mendan, ey. Yaxshilaring tezroq kattalashay mana. Katta mushuk bo'lay. Go endi ishga ruxsat berdi. Qaq qochyapsan, kalta fahim. Voy, pichoqqa tegsa joni ketargan. Hozir shunda bizga mushuk hayotini ko'rsatib berishyapti. Keyin qaysi kalta fahim mushuk bo'lib qoladi oshxonada. Mushuklarga e'tirozim yo'q, umuman. Rosa aytayotganim, yep, pichoq yedi. Pichoq yo'q. Mushugimiz pichoq yeyapti. Loykani biri yo'q, non ham yeydi. Pichoq ham yutaveradi. Vo, shu butilkalarga o'tdi kiyishga. Mana uni ham yesakchi. Qancha katta narsa yesak shuncha yaxshidir. U odam. Уже mana bunaqa nonni ham yeyish boshladi. Hamma narsa yeyib ketyapti bu. Nima biz tozalab chiqyapmizmi? Bro, oyoq ostagini. Yana nima yeymiz? Bu kechda oxiriga borib odam yemasak bo'ldi bari. Lekin odam indamayapti hozircha bizga. Odam yeyapti. Odam yeyapti bilan. Nima. Shunchami odam yedi. Uni agar o'yin haqida hech narsa ko'rganim yo'q. Nima aytmoqchi bo'lganim, odam yemasak bo'ldi deb aytib top qo'yganim aytmaylar-da, nima deb. Menimcha tez yursa nima aytib ketadi. Sen o'yinni bilgansan deb ko'rgansan o'ynab. Yo'q, просто taxmin qildim. Bilim tutdi-yu, hamma narsani yutib ketyapti. Endi men mebellarga o'tdi. Odam bilan yutdik. Ochofat degan yomon. Biz maksimal santimetrga yaqinlashyapmiz-da tepada. Yana boshqa narsalarni yeydiganga o'xshaymiz u. Xo'p, bu leveldan o'tdik. Ha, bizim katta bo'lyapti. Borgan sari hamma narsani yeb. It yeyapmiz endi. Odam ye.
Ye odam. Yemaysanmi? Itlarda qasdi borga o'xshaydi. Maksimal nima odamga o'tdi endi. Qancha ko'p odam shuncha tez o'samiz. Men yonni aylanib o'tib ketyapti demasdan. O уже mamlaga o'tdi-ku. Velosipedi bilan qo'shib. Menga mana ular ko'proq foyda beradi. Velosipedda ketayotganlar. Bu video hech kim ko'rmasa ham o'zim kelajakda ko'rib qolarman deb olyapman-da. Keyin eslab yuraman, YouTube'ga video qo'ygan ekanman. Plus qanchalik cringe bo'lganimni eslayman. Rostdan shunaqa tuyuladi bor, eski videolarni ko'rsa ovozimni ham. Yoshligimdagi ovozimni eshitib ko'rsam, yosh bola gapirayotgandek tuyuladi. Daraxt yeyishmiz endi. 1 metr 27 santimetr bo'ldi уже. Voy voy. Xo'p. Uncha tez yesak ham, sekin yesak ham hech bolaga ta'sir qilmas ekan, просто bu tezligini ochish uchun ekanda. Shishaga o'tdik. Men yana kichkina bo'ydan boshlaylik tushunmadim. Eng g'alati o'yin bo'lyapti lekin seriyozdan bor. Odam bemalol turtib ketadigan darajaga yetibmiz уже. Shu odam yeymiz. Ofitsiantlarni yeb chiqamiz. Nega yemaysan? Ikkitasini bittalab yeb chiqamiz. To'g'risi gap topolmay bu o'yin ahvolini ko'rib borib. Sichqonlarda yeb chiqamiz ey odamlar. Vaa! Nima bo'lyapti? Tushunmayman, yomon tezlashtirib yubordim. Yana bir cheri yana bor ekan. Voy mamla. Voy mamla. Просто yutdim bu raundni ham. Plus hali tushunmayapman. Nima bu odam? Qanaqa mushuk odam yotib tushunmayapman o'yinda. Mana ham yeyishni boshladik уже. Yo'lga o'tib ketayotganlarni velosipedda. Mashina yeyishga o'tamiz keyin. Temurli tushunmayapman hali ham nimaga bu o'yinni oxirigacha o'ynayotganimni. Уже nimalarni yeyishni boshlamadik. Daraxtga o'tdik уже. Inom qizlarni yeyishga o'tdik. Qachon mashina yeymiz? Maksimal. Bu yerda katta daraxtlar bor ekan. Voy mamladan yeb chiqamiz ey. Biz hoppa ey. Daraxtlarni ham yeymiz. Qarachi biz maxluq. Bu kechda uylarni ham yeb chiqamiz. Yangicha lokatsiyalar ochilayotgandek bor. 9 metrdan oshdi bu. Yo'q, daraxtga o'tkazib ekanmiz bu o'yinni.
Voy, buni ishini. Короче, shu boshidagi leveldan yutib qo'y. Tushunmadim. Faqat yashinni ish kerakmi? O'yin boshida menga tushuntirmadinglar-ku. Aytmaysizlarmi? Shoshilmaslik kerak ekan, minus yo'qman bor bekorga. Aytmaysanmi buni qarang deb. Ish kerak deb o'zimga aytyapman. Xavotir olmanglar. So'kib tashlamayman, uncha ko'p gapirasan. Biz kimdir ko'radimi? Buni oxirigacha yo'qmi? Voy, shalta faqim. Yo'q ochko. Lekin keng level bor. Yuhu. Nimadan boshlaymiz ishni? Mashinaga tezda jon keltirgan odamlardan boshlaymiz ishni. Короче, nihoyat mashina ishga ko'rsatib berishdi. Sal ko'tarib olsang bo'ldi, o'sha yoqqa tez ko'tarib ketasan. Просто vaqt kerakda ko'tarib olishga, nimadir ko'p ish kerak, daraxtlarga bo'lsa. O, qora mashina, niga mashinada bu. Odamchalar. Xo'p, fikrimni aytaman. Bu o'yin просто keraksiz o'yinga o'xshaydi. Nima qaranglar, nima ma'noda hozir bitta tushunmadim bor вообще. Bu o'yin вообще ma'nosiz, и plus bu o'yinga boshqa qaytmayman. Va LGBT toshot, LGBT musor o'yin ekan, qara. Boshdan tushunmaganimni qara, ammo mushuk nimani tishlab turganidan. Mayli, bola, bugun bu o'yinni ham sizlar bilan ko'rib chiqdik. Ko'rganlar bo'lsa, rahmat alohida, chunki bu videoni ko'rishni o'zi bo'ladimi, ha? Sizlarni yana oldinda qiziqarli videolar kutyapti. Ko'rishguncha, xayr, sog' salomat bo'ling.